Ushbu loyiha Asaka Bank Qarshi BXM hamkorligida Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Parchankent MFI 216-konturda amalga oshirilmoqda. Bu konturda qora kishmish navli uzum ekilgan. Hozirda uzum hosil solish mavsumida hosil solmoqda. Uzum zamonaviy agrotexnika asosida parvarishlanmoqda. Jami yer maydoni 19,5 gektar. 39 ta dehqon xo'jaligidan iborat. Parchakin asl tokzorlari kooperativi hamkorligida amalga oshirilmoqda. Hozirda sug'orish ishlari davom etmoqda. Suv bor. O'rtacha bir yer egasi, yarim gektar yer egasi 90 million so'm daromad oladi. Hosildorlik juda yaxshi. Hosildorlik juda yaxshi.